Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo dunyoda barcha insonlarga sinov beradi. Bu sinovlar kelgan vaqtda insonlar ikki qismdan iborat. Ya'ni insonlar ikkiga bo'linib qolar ekan. Birinchi toifasi bular Alloh subhanahu va taoloning sinovi kelgan vaqtda o'zini yo'qotib qo'yadi-da, o'sha emotsiya bilan, o'sha holat bilan inson nima qilayotganini bilmay qoladi. O'sha holatda inson o'zini yo'qotib, ba'zi vaqtlarda birovlarni xafa qilib qo'yadi. Ba'zi bir vaqtlarda o'sha qiyinchilik, xafachilik ketishligi uchun harom ishlarga boradi. Ya'ni shar'iy tariqa bilan yechmaydi bosh masalani. Masalan, birov og'ridi, qarz bo'ldi. Yechilish yo'lini nima qiladi? Bu inson borib Alloh saqlasin, harom narsalarni ichadi. Harom narsalarni chekadi yoki bir harom ishlarga boradi. Bu borib o'zi o'ylaydiki, shu narsalarni qilsam, boyagi musibatlarim yengillashadi. Aslo unaqa emas. Aks holda u insonning qiyinchiligi dunyo va oxiratda ko'payadi. Nima uchun? Sababi harom bilan insonning masalasi yechilmaydi. Harom hech qachon insonni baxt saodatga olib bormagan. Ikkinchi toifa insonlar bor. Allohu akbar. Ular esa kelgan qiyinchilik holatlarini amal bilan yechadi. Masalan, birov xafa qildi. Xafa qiladi, dunyoda xohlasangiz ham, xohlamasangiz. Ba'zida o'zini aka-ukamiz bilan urushib qolamiz. Ba'zida ota-onamiz xafa qilib qo'yishi mumkin. Qo'shnimiz, do'stlarimiz, farzandimiz, ayolimiz va hokazo. Xafa qiladi, qattiq gapiradi. Bir hijolat ham qilib qo'yishligi mumkin. Shunchalik xizmat qilib kelsangiz, nima ko'rdim deb aytish ham mumkin, aytgan ham. O'sha vaqtda nima qilishligimiz kerak? Inson tavajjuhni Allohga bo'lishligi zarur. Ya'ni shar'iy tariqa bilan yeching. Nima qilamiz? Duo qilamiz. Zikr qilamiz. Qur'on o'qiymiz. Eng katta bir sabablardan bittasi bu Qur'on. Qur'on insonning g'amlarini ketkazadigan narsa. Qur'onni tilovat qilishlik imkon bo'lsa, agar imkon bo'lmasa, Qur'onni eshitishlik ham bu narsaga sabab bo'ladi. Qur'onda shuna bir Alloh subhanahu va taolo bir mo'jiza qatori tushirgan kitob. Agar Qur'on bilan biz o'zimizni o'sha qiyinchiliklarimizni ketkazadigan bo'lsak, o'shanda biz baxtli bo'lamiz. Amal bilan ketkazaylik. Qiyinchilik barchaga kiradi. Qiyinchiligi yo'q inson yo'q. Dunyoda musibat yo'q. Bir Alloh subhanahu va taoloning sinovi kelmagan insonning o'zi yo'q. Kelgan, barchamizga kelgan. O'sha kelgan vaqtda biz boyagi narsadan tozalanishligimiz uchun Allohga duo qilamiz va Qur'on o'qiymiz. Kitoblarda ham bu duo zikr qilingan. Allohumma ja'alil Qur'ana zahaba humumina va g'umumina. Ey Allohim, bizlarni g'amimizni, bizlardagi bo'layotgan musibatlarni ketishligiga Qur'onni sabab qilgan. Ya'ni Qur'on o'qishlik, Qur'onni tilovat qilishlik va uni eshitishlik bilan insondagi g'amlarni barchasi, tashvishlar yengillaydi. Azizlar, boshqa bir narsaga bormaylik. Harom narsalardan saqlanaylik. Shuning uchun azizlar, Alloh subhanahu va taolo bizga bir musibat, bir sinov tushiradigan bo'lsa, Alloh taologa iltijo qilib duo qilaylik. O'sha vaqtda albatta Alloh subhanahu va taolo bizlarning qiyinchiliklarimizni ko'tarib va bizga yaxshi holatlarni ato etadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga amal qiluvchi insonlar